بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بالنصر ولينصرن الله من ينصره. وامتدح سبحانه المجاهدين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetlik radyo anlıqçılar, aldı bilen Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz hamdu sanalar ve yolbaşçımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durut salamlarımızı yollagan ekin Vahiy Penceresi programımızın 7. sanığı kelgeninglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz buningda islom shahidi Sayyid Qutbning Fi Zilalil Qur'on soyasida nomli tafsirining birinchi parisini har qaysinglarning huzuriga sunamiz. Shunaqla sunib kelyapmiz. Bugun ham diqqatinglarda bo'ladigani Sura Baqarning 1-oyatidan 29-oyatgacha bo'lgan bu oyatlarning sharhisi shuni davomlashtirib kelayotgan. Bugun ham shuning oxiri davom qiladi. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Jang e'lon qilish. Yahudilar Muhammad alayhissalomning payg'ambarligidan gumonlanadi. Munofiqlar mu shaklanadi. Mushriklar mu shundaq ahvolda edi. Qur'on bu yerda ularning hammasini duilga chaqirgan holda bir hal qilg'uch amaliy savoqni o'ttirg'a qo'yib, qani mushu Qur'onga o'xshash bir kitobni keltirib baqmamsizlar deb nido qiladi. Allah subhanahu va taala mundaq deydi: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Agar biz bandimizga tushirgan kitobning biz tarafdan ekanligi yoki emasligi ustida shaklansanglar, qani uningga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Barliq yordamchilarni chaqiringlar. Allohdan boshqa mayli kimlardan yordam tilsanglar, tilanglar. Agar rostchil bo'lsanglar. Bu jang e'loni o'zgacha bir tarzda boshlangan bo'lib, Allah Taalaning bu yerda payg'ambar alayhissalomning bandilik sifatini tilga elib, biz o'z bandimizga nozil qilgan kitobning biz tarafdan ekanligi yoki emasligi ustida shaklansanglar, qani shuningga o'xshash biror kitobni maydonga keltirib beqinglar deganligi alohida muhim ahamiyatga ega. Payg'ambar alayhissalomni bizning bandimiz deb atashdan o'zaro bog'lanishdan bir qancha muhim ishoralar o'ttirib chiqadi. Masalan, bandimiz deyish bilan payg'ambar alayhissalomning ulug' shon sharafi tarafga ishora qilingan bo'lib, uningdan maqsad
Allah'a bo'lgan bandichilik bilan qulluqning har qanday kishiga nasib qilinsa, faxrlanishga tegishlik yuksak martaba ekanligini ifodalashdir. Ikkinchidan, Payg'ambar alayhissalomni bandimiz va qulimiz deyish orqali Alloh taolaning hech bir sheriki va tangdishi yo'qligi, hammaylarning Allohning bandisi va qullari ekanligi tarafga ishora qilingan bo'lib, boshqalarga uyoq tursin, hatto eng yuksak maqomda, ya'ni vahiy maqomida bo'lgan payg'ambarlarning Allohning bandisi va qullari ekanligi. Shundaqla o'zining Allohga banda ham qul bo'la olganligidan iborat bu oliy martabasidan faxrlanadiganligi ifodalangan. Bu doil to'g'riliq suraning dasturida ishlatilgan toq harflarga bir nazar selish lozim. Uningda bu kitob kishilarmi ishlata oladigan shu harflardan tuzilgan. Agar ular bu kitobning Alloh tarafdan ekanligi haqida shaklanadigan bo'lsa, ana u harflar ularning yanada turibdi. Qani ular shu harflar bilan ashundoq bir kitobni to'zib chiqib boqmasinmi? Bu işte ularga guvohlik bera oladigan va yordamchi bo'la oladigan mayli kimni chaqirsa chaqirsin. Alloh taolo bo'lsa o'z bandasining rostchilligi haqida guvohlik beradi deyilgan. Bu doil Qur'ondan gumonlanadiganlarga jakarlangan bo'lib, u payg'ambar alayhissalomning hayotligidami, vafotidan keyinmi, shundaqla bizning hozirgi davrimizga qadar o'xshashli kuchga ega bo'lib kelmoqda. Bu hech kishi javob qaytara olmagan bir ro'shan pakitdir. Mana hozirmi insonlarning bugungi qadar yezib chiqqan adabiy asarlari bilan Qur'oni Karimning o'ttirisida intayin ro'shan farq saqlanib kelmoqda. Ham ta qiyomatgacha saqlanib mavdu va Allohning mo'nu so'zini isbotlab ketaveradi. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Navadı munda qalalmasanlar, hergiz o qalalmaysılar, insan bilen taşları yıkılığı buluduğun, haqni inkar qiluvchilar uchun tayyorlangan ashu o'tdan qo'rqinglar. Bu doil qancha ajoyib haqiqat bo'lgan bo'lsa, uningga qarata ta qiyomatgacha hech kishining maydonga chiqolmasligi uningdan bakrak ajoyib haqiqatdir. Navoda uningga o'xshash biror kitobni maydonga keltirish kuffarlarning qo'lidan kelsa edi, ular bir daqiqa mutaaxir qilmagan bo'ladi. Qur'oni Karimning ular hargizmi bunday kitobni maydonga keltirolmaydi deb ochiq aytib qo'yishi, shundaqli dushmanlarning qancha asrlardan beri undaq qilishdan ojiz kelganligi ochiq bir mo'jiza bo'lib, o'z navbatida yana qilchi shak shubhiga o'rin qolmagan bo'ladi. Bu dushmanlar uchun umumyuzlik jang e'loni bo'lib, ularga nisbatan maydon ochiq edi. Agar ular Qur'onga o'xshash biror kitobni maydonga keltirib qola oladiganlar bo'lsa, Qur'onning mo'jizaviyligi butunlay yo'qolgan bo'ladi. Biroq unda qololmadi va hargiz qilolmaydi. Bu xitob daslivida shu avlod insonlarga qilingandek qilsa-mu, amaliyotda butkul insoniyatga jakarlangan doildir. Shundaqla Qur'onning mo'jizaviyligining va qat'iy pokitligining tarixiy qaroridir. So'z va ifoda uslublariga oz to'la zo'qi bo'lgan, koinot va mavjudiyatga doir insoniy tasavvurlardan oz to'la xabari bor, insoniy tuzilma qonun qoidalar haqida oz to'la bir narsa biladigan hamda insonlarning o'ttirg'i chiqargan ijtimoiy jamiyati va ijtimoiy psixikasini oz to'la tushunadigan har qanday kishi shuni shaksiz holda qabul qiladiki, Qur'oni Karimning bu nuqtada o'ttirg'i qo'yganlari insonlarning tuzib chiqqanlaridan butunlay farqlidir.
bu haqdagi jadal gumonlar yaxshi bilan yomonni ayirolmaydigan jaholatdan yoki ma'lum shaxsiy manfaatni deb haq bilan botilni bir-biriga aralashtirib qo'yishdan kelib chiqqan bo'ladi. Dal mushu sababdan bu jang e'lonini qabul qilishdan ojiz kelgan turuqliq yanada bu oshkora haqiqatni e'tirof qilg'ili unmaganlar mundaq shiddatli tanqid qilinadi. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. İnsan bilen taşlar yıkılğı buluduğun, haqni inkar qilg'uvchilar uchun tayyorlangan shu o'tdan qo'rqinglar. Bu yerda insonlar nima uchun shuncha qo'rqinchli bir shaklda tosh bilan bir qatorda qo'yilmoqda? Chunki u o't haqni inkor qilg'uvchilar uchun hozirlangan. U inkorchilar surining beshidala Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab etgan. Ularning ko'zlari pardalangan deb tilga ilinganlar bo'lib, Qur'oni Karim dal shularga bu jangni e'lon qilgan. Va ular asrlardan beri bu do'il oldida ojiz kelgan. Ammo yanala haqni qabul qilg'il unamagan. Shunlashqa bundaq kishilar tashqi ko'rinishda garchi insonga o'xshasa-mu, mohiyatda tosh bilan farqi yo'qdir. Amdilikda bu tosh insonlar toshlar bilan bir yerga jam qilinib, jahannamga tashlanishini kutishi lozim. Bu yerda toshning tilga elinishi insonning zihniga bir maxsus hukmni soladi. Ya'ni o'tning naqadar qo'rqinchligi. Toshlarni eritayotgan shu o'tning ichidagi toshlarning taktida insonlar to'pining ezilayotganligi. Qana amdi bu dahshatlik manzirining udulida mu'minlarni kutib turayotgan in'om ikromlarga qarab baqaylik. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ey Peygamber! Bu kitapga iman keltirgan ve şununğa binaen yaxşı amellerini qilganlarga ularning ostidan o'stanlari eqib turadigan bog'lar, ya'ni jannatlar bilan xush xabar bergin. Bu bog'lardagi meyvelarning shakli dunyodagi meyvelarga o'xshab ketadi. Bu meyvelardan ularga yeyish uchun berilgan chaqda ular mushundaq meyvelar ilgari dunyodami bizga beriladi deydi. Jannatlarda ularga pok juftalar bo'ladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Bu rang-murang in'om, ikromlar insonning nazari shularning ichidagi pok juftalariga tikilganicha qaytib qolgan. Burunga o'xshib ketadigan bu xilma-xil meyvelar. Jannat ahli u haqda balkim ilgirimi mushundaq meyvelar bilan mehmon qilingan bo'lsak kerak deb o'ylashib qilayotgan. Yoki u meyvelarning shakli dunyo hayotidagi meyvelar bilan o'xshab ketayotgan. Bu aslida mu'minlarga qilingan ajoyib esil chaqchaq bo'lib, ularga qaramoqqa shundoq o'xshab ketadigan. Biroq tetiganda hayronu his qiladigan. Har qitim ta'mi boshqa, o'zgacha lazzat berayotgan. Qadam-qadamda ular ashundaq yangi narsalarga erishayotgan. Belvelishqi bo'ladi-ki, ular Allohning roziligining huzur baxsh muhitida yashayotgan. Bu nima degan esil chaqchaqa? Har qitim qaramoqqa o'xshib ketadigan meyvelarning shaklida yep-yangi ne'matlar ato qilinayotgan. Shakl surat jihatdagi bu o'xshashlik, tam va xarakter jihatdagi xilma-xillik Allohning koinotni yaratishdagi ilg'or san'atidir.
shu orqali koinot bir azim haqiqat bo'lib ko'rinadi. Bu azim nuqtani oydinlashtirish uchun biz oldi bilan insonni mulohiza qilishimiz lozim. Qarag'inki, yaratilish e'tibori bilan barliq insonlar birdir. Bosh va boshqa jismoniy a'zolarning hammasi bir xil. Hammasi go'sht, teri, so'ngaklardan tarkib topgan. Hammaga ikki ko'z, ikki quloq, bir burun, bir og'iz, bir til berilgan. Hammaylan bir tirik hujayradan barliqqa keltirilgan. Shakl va modda jihatda hammaylan o'xshash bo'lsa-mu, ammo axloq, iqtidor jihatda, aql va talant jihatda shuncha cho'ng o'xshamaslik mavjud. Ba'zida bir inson bilan ikkinchi bir insonning o'rtasida tashqi ko'rinishda shuncha o'xshashlik mavjud turibmi, yanada osmon zaminda mubak o'xshamasliklar saqlangan bo'ladi. İnsan Haq Taolaning mana bu san'atining inchikiligi ustida o'ylanib ko'radiganlar bo'lsa, beshi qiyib ketmay tura olmaydi. Qani o'ylanib ko'ringki, mahluqotlarning barliq jins turlarining xilma-xilligi, o'xshash bo'lmagan shakl, rang-murang xususiyat, iqtidor, alohidaliklar orasidagi farqlanishlar. Lekin bu barliq narsalarning ibtidosi tarkib qurilmasi jihatdan birdek bo'lgan bir xilli hujayradan boshlangan. Qisqasi, qani qaysi qora ko'ngil bu oshkora dalil paketlarni ko'rib turibmi, Allohga qilinadigan bandichilik va qulluqni rad qila olsin. Qani kim bu mo'jizaviy dalillar bilan ro'shan isbotlar bor yerda Allohning zoti sifatlariga boshqalarni shirik qo'sha olsin. Vaholanki bu son-sanoqsiz alomatlar va haddi hisobsiz dalil paketlar insonning ko'zi oldida namoyon bo'ladi va aniq ko'rinib turadi. Bulardan boshqa yana ko'zlardan maxfi, nazarlardan mastur son-sanoqsiz dalil paketlarmi bor albatta. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, bugungi vahiy panjarasi programmamizning 7-soni mush yerda oyoqlashadi. Inshaalloh Alloh umr bersa, atki programmamizda yana shu soatlarda sizlar bilan yuz ko'rishgacha sizlarni ana shu mehribon egamiz Alloh subhanahu va taolaga topshiraman. Kelar qatamqi programmamizda ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum. يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليم سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكٍ وليل طويل غربتي نجوى ولك الأمر
حنيني دائم والقلب شاك عليل سال دمعي إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليل سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير